Nimaga ko'pincha bolalar hali ishlama demasdan turib qiz bolaga yoqishi mumkin? Hozir ko'p bolalar va qizlar aytib berayotgan narsamni tushunmasligi mumkin, lekin afsuski bu meni muammoim emas. Agarda videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsanglar, men sizlarga aynan ushbu narsani yechimini ham beraman. 100% uverin, men sizlarni yoshlikdan o'rgatib kelishgan. Bolam, yaxshi gap bo'l, yoqishga harakat qil, dilini og'ritma, yomon gapirma, ko'yniga qarashga harakat qil, nima bo'lsa ham yordam berishga harakat qil deb. Buni определённый qanaqadir tomonlari yaxshi, lekin bir xil dodikli slishkim bu narsani to'g'ridan to'g'ri qabul qiladi. Va qanaqadir qizga yoqish uchun iloji boricha maksimal harakat qilishni boshlaydi. Har 5 minutda telefon qiladi, har 5 minutda yozadi. O'zini hayoti yo'qdi. Bitta narsani aytaman bolalar, qizlarga haqiqatan ham yoqish uchun katta harakat qilish kerak emas. A вот именно наоборот. Sizlarning harakatinglarni defitsitdaligi ko'proq qizlarni qiziqtiradi. Hech kim sizlarga aytmagan haqiqatni aytaman. Haqiqatan ham qizlarga aynan siz qiz bolani yoqtirishingiz emas, siz o'zingizni hayotingizni birinchi o'ringa qo'yishingiz ularga ko'proq yoqadi. Qizlarga siz uni konkretni qattam yoqtirib orqasidan yugurishingiz kerak emas. Qizlarga haqiqatan ham o'zingizni hayotingizni birinchi o'ringa qo'yishingiz muhim. Chunki o'zini hayotini birinchi o'ringa qo'ygan va o'zini birinchi o'ringa qo'ygan odam harakatlari boshqacha bo'ladi. Даже jim o'tirishi ham boshqacha bo'ladi. Dunyo qarashi boshqacha bo'ladi va aynan shu dunyo qarashingizdan qizlar boshini yo'qotadi. Haqiqatan ham hozir miyanglarni konkretni 180 gradusga o'zgartiradigan gapni gapiraman. Har doim biz o'ylaganmiz, что qanaqadir ayol agarda bizdan ketib qolgan bo'lsa, значит bizdan yaxshirog'ini topgan va o'sha yaxshirog'ini oldiga ketgan. Absolutno yo'q. Hech qachon qizlar sizlardan yaxshirog'ini topgani uchun ketmaydi. Qizlar haqiqatan ham sizlar o'zingizlarni yo'qotganingiz uchun sizlardan ketadi. Chunki sizlarni sevib qolganda qiz bola siz o'zingizni hayotingizni o'ylab yurgan paytingizda, o'zingizni ishingizni, o'zingizni maqsadlaringizni o'ylab yurgan paytingizda. Lekin u qiz paydo bo'lgandan keyin siz maqsadlaringizni, ishingizni, hayotingizni tashlab yubordingiz, faqat u qiz haqida o'ylashni boshladingizmi? U qiz tushunyapti, что siz o'zingizni hayotingiz umuman yo'q. Siz faqat unda fokus ushlayapsiz, qizni уже qiziqtirmayapti va o'zini hayotda qiziqtiradigan bolani oldiga ketib qoladi. Xo'p, Amir krasavchik, nima qilsak bo'ladi biz, чтобы bizda ham mana shunaqa aura bo'lishi uchun? Bundoq hali gapirmasdan turib, nafaqat qizlarga, undan tashqari odamlarga, boshqa odamlarga ham yoqib qolish uchun, boshqa odamlar bizlarni hurmat qilish uchun nima qilsak bo'ladi bunaqa xarizmaga ega bo'lish uchun desanglar, men sizlarga javob beraman. Aynan sizlar uchun konkretni yarim soatlik bepul darsni tayyorlab qo'yganman. Shunda kommentariyada xarizma so'zini prosta yozasizlar, sizlarga avtomatam YouTube ga ссылка keladi. O'sha ссылка orqali YouTube ga o'tib, o'sha videoni ko'rsanglar, men sizlarga garantiya beraman, 180 gradusga fikrlashingiz o'zgaradi. Agarda men hozir 3 minutda o'zida sizlarning fikrlashingizni o'zgartirayotgan bo'lsam, yarim soatda o'zida 100% o'zgartiraman.